mikroplarning jengi. Şavtav tishini yuyishga o'sh. Ammo opsining haydashligidan qutulolmaydi. U xotirining rangdor qushga yordam qilganini esiga elib, xotir daftardan bu qiyin o'tkaldan o'tib olishiga yordam qilishni o'tinadi. Kashda Şavtav shart-shurt qilgan ovozni anglaydi. Xotirdan g'alati bir qurt chiqadi. Qurt o'zini tish mikrobi maxsus sening tishingni yeyman deydi. Şavtav qanday qila? Ko'rdingmi? Men tishlaringdagi tatliqlar sizlarni yeb, bir xil kislotaga aylanman. Tishlaring har qancha qattiq bo'lsa-mu, bir-birlab qadin chiqarmas. Yana kelib, men yolg'iz emas. Og'rib ketdi. Teshda tishimni yumsam bu shundoq bo'ladi. Tishimni yuysam u mikroblar qechib ketadi. Albatta, tish pastasidagi mazg'ab palvon tish mikroblarining adabini berdi. Mazg'ab palvon chapdan tishlarimni qutqizib ol. Şavtavdan tishlardan yo'q qilish, bo'lmasa yuz xotir qilmayman. Çoktan yardım qil. Qandoq yardım qilinmay? Tishlaringni asti-usti o'ng-so'lga to'liq 3 minut cho'tkila. Shunda qilsang mahoratini to'liq joriy qildirib, mikroblarni mag'lub qila olayman. Mag'lub polvon keldi. Tishlarim kechiringlar. Bundan keyin sizlarni pakiz yuyman. Hargiz mikroblarga yigizratmayman. Şavtavzi, tishingni yuvib chiq. Yuyib bo'ldim. Voy, ajab tishingni yuydigan bo'lib qapsan-ku. Har kuni yerim kechida chanqog'im yo'q. Uning yomon odatini oxiri o'zgartirsa. Men degan-ku, bolalarga yaxshi tushuntirsaklar, yomon odatini cho'qim o'zgartirdi. Boynunda iz qo'g'lab xotirligishning borlig'ini ular cho'qim xiyoliga keltirmaydi. San nimaning hujum qilganini ko'rmagan bo'lsam-mu, sendagi xotirligish bilan men yangidan yasab chiqqan energiya oksizsizligish bo'lsa-la, sen ko'rmagan narsalarni asliga keltira olayman, ha? Rivoyatlardagi muhakkallar rostli baqanda. Aqlim yetmaydi. Elim baldır mudafiye görüp dubuluk saplık kiyvap dikenmen. Bu energiya tasavvur kılsız derecede zor ki. Eğer onunla erişsem bütün dünyanı boysundura alayım. Bugün aldıraçlıkta tamak yigedek mi vaktim çıkmadı. Bu muşabtikardan çıkan 4-ci kazan, yeni kazan çıkıca yine açırıydıgan boldu. Şavtavzi, karvatdan yegi sekirmedim, sana ne çıkıttım deymen. Şavtavzi. Makul. Şavtavzi, ben sana öyde top oynamadım, ne çıkıttım degen-ku. Top oynasam mı bombamda? Bundaq sekirsen, pastki hoşnula xapı boludu.
Sün momay yaşınıp qaldı. Жүрекке aciz. Qo'sh deb o'tdiman. Şavtazı. Gap bir, quloq ishki, ha? Şavtağızı, işkimiz sırtıq çıkıp tepeyli, bulamdı. Bo'ladi. Apam meni uyda sakrgil qo'ymaydi. Shunga men sirtqa chiqib oldim. Mening dadam opammi shu. Uyda ya sakrgili, ya o'ynig'ini qo'ymaydi. Shundoq zerikdim. Lekin boshqalarning aramini buzsaqmi bo'lmaydi-da? Şavtazı daim sakrab o'ynaydi, ha? Kızım kepsizlik qilib, aramınızını bozup koydu. Aldığınızda xijilmen. Hech qisi yo'q. Kichik emasmi? Hech nim bo'lmaydi. Qara, sen momam chig'ida hech nim deymizdan sizlar nemish qo'nimaysizlar? Sün momang o'nliq bo'lg'achqa shundaq dedi. Sen bo'lsang, hergiz undaq demayding. Hozirgi bolalar boshqalarga ko'ngil bo'lishni faqat bilmaydi. Ular boshqalarga ko'ngil bo'lishning muhimligini bilsa, cho'qim o'zgaradi. Sen doim bolalarga yon bossang. Ha. Menga tabiatning energiyasini ata qilganinglarga rahmat. Bek huzurlandim. Sen menga sevib qo'yay. Agar Şavtazı yaxshi bola bo'lsa, uningdan haqiqiy energiyaga erishamaysan. Vaqt uzargan sari hayotingga xavf yetadi. Ro'yingni tushirmading darqush. Bolalar degan asta chung bo'ladi. Ularga vaqt bilan ishonch beraylik. Ularning kuchayishiga ergishib, menmi kuch-quvvatga to'laman. Men uyda sakrab o'ynashga omroq tursam, nemish qo'ynig'il qo'ymaydi-ki-na? Sakrayman toza sakrayman. Xotir degan rasm paydo bo'ldi-ku, men bu nima? Sakrashga omroq bo'lsang, seni qangacha sakrtib qo'yay. Sakrash boshlansin.